vrach, ey tabib, muborak bo'lsin sizga bu maqom. Bu maqom dunyoda boshqa bir basharni, bir insonga bu Alloh nasib qilmadi. Qarang, nima deyapti doktorga, vrachga? Bu vrach, ya'ni buni eshitgandan keyin faqat Alloh uchun tuzataman, shu ajr savobga ega bo'laman deya tuzatish kerak ekan. Kimda kim bir jonni jon bo'lib, nafs bo'lib, halokatga tushmasdan, o'lib ketmasdan, halokat bo'lib, yo'q bo'lib ketishdan asrab qoladigan bo'lsa, unda butun dunyodagi insonlarni jonini qutqarishlik ajri savobi berildi deydi. Butun dunyodagi. Oyatda ko'ryapsizmi? Va man ahyaha fakannama ahyal mu'minina demayapti. Masalan, oyat shunday aytishlik mumkinmi? Alloh aytishlik mumkin. Nima deya? Va man ahyaha fakannama ahyal mu'minina jami'a. Demayapti oyatda Alloh taolo. Annasa deyapti. Butun insonlarni, ya'ni bir nafsni qutqargan doktorga Alloh mukofot beryapti, butun dunyodagi nafsni, butun dunyodagi insonlarga jon berishlik mukofotini beryapti.